Man aniq sotib oladigan kosmetikadagi top 5 ta produkt. Man aniq sotib oladigan produktlarda birinchi o'rinni egallaydigan narsa bu Tatcha brendiga tegishli yuz uchun baza krem. Bunaqangi idealni bazani man hali birorta krem, birorta brendda uchratmadim. Tonalkangiz idealni yotadi va kun mobaynida bir xil turib beradi. Qimmatligiga qaramasdan bu kremni man qayta sotib olishga roziman. Aytib sotib oladigan produktlarim ichiga mana shunaqa suxoy shampun kiradi. Chunki bu juda ham qiz bolaga kerakli narsa. Особенно sochi tez yog' bo'ladigan, sochi uzun qizlarga har kuni yuvish, uni ukladka qilish juda ham qiyinligini tushunishadi va aynan bizani qutqaradigan narsa bu mana bunaqa suxoy shampun. Особенно sochda oq dog' qoldirmaydigan shampunlarni qayta sotib olaman. Umuman izmenyat qilmaydigan tush brendim bor va bu, конечно же, Maybelline Sky High degan lineykasi. Buni ko'rib turganinglardek har xilidan olib ko'rganman, но именно предпочтениyani mana shunaqa fioletovoy rangdagisiga beraman, chunki bu kipriklarni слишком bir-biriga yopishtirmaydi ham, bitta pavuchi lapka ham qilib qo'ymaydi. Прям вот просто идеально. Men ko'p ishlatadigan kremlar safiga, конечно же, bu SPF kiradi va qaysi SPF ni qayta sotib olishga rozisiz deb so'rashsa, именно men bu Biodermani Photoderm, ya'ni qizarishni ketkazishga yordam beradi, как baza bu ham. Juda ham yaxshi turadi yuzda. Bunaqa yog'li qilmaydi, yoqimsiz hidi ham yo'q. Plus xollarni ustidan qo'ysa ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, menda xol juda ham ko'p. Так что produktni ham qayta sotib olaveraman. Tonalkalarga keladigan bo'lsak, men qayta sotib oladigan tonalkam bu Estee Lauder mana shunaqa Double Wear degan lineykasidan. Aknedan qolgan dog'larim, anaqalarim bor va именно mana shu tonalka yuzimga juda ham idealni tushadi. Слишком matviy, qalin ham qilib tashlamaydi, xamirga o'xshatib, qanaqadir jirni ham qilib yormaydi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentlarda любой bitta reaksiyani qoldiringlar. Yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.